Biz Müslüman bo'lish sifatimiz bilan islom fikrini yoki maqsadini xulosalag'an vaqtida insoniyatni baxtga erishtirmoqchi edi. İnsoniyatga yaxshilikni taqdim qilmoqchi, ziyon ofatlarni insoniyatni to'sab qolmoqchi edi islom tushuntirgan. Endi biz islomni taqitishda bizning dunyoligimiz xarob. Xo'sh. O'zimizni qovdiyolmagan, iqtisodimiz tayini yo'q, davlat hukumimiz taxi yo'q, ijtimoiy holatimiz parchalanib ketgan, bir-birimiz bilan petishamagan mushuna turliq islomni boshqalar qanday tonitamiz? Qanday da'vat qilamiz boshqalarni? Bu islom ulgu bilan, namuna ulash bilan taqaydigan birdi. Qilich bilan emas. Xo'sh. O'zimiz texnikani oldirgan olsa, siyosatda to'g'ri yo'lni taqdim qila olsak, dunyoviy tinchlik islomning dunyoviy tinchlik nazariyasini o'ttirib qo'yib, amaliy kuchimiz bilan shuni qila olgan bo'lsak, bugungi dunyo ofatdan qutulgan bo'ladi. Dunyo tarixini ko'rilib boqmagan va million insonlarning o'lib ketayotgan holatga to'salg'og'ini bo'ladi. Islomning dunyoviy tinchlik nazariyasi. Nazariya ba'mudsiba, prinsip ba'mudsiba Qur'onda, sunnat. Ammo buni tatbiq qilganda, buningga ega chiqqanda kuch yo'q musulmonlar. Hokimlar qarshi ko'pinchisi o'g'ri yoki g'alcha. Demak, o'zimiz kuchlanmay turib, texnikada kuchlanmay turib boshqalarni jalb qila olmaymiz. Siyosat kuchlanmay turib, to'g'risi ma'u deyolmaymiz. Iqtisod kuchlanmay turib, boshqalar yordam bermasligini. U qanday musulmonlar, qanday o'lik unda qiynalmaydi. Demak, biz dunyoda natija qozonmay turib, islomdan boshqalar to'g'ri shaklda anlatolmaymiz, tashviq qilolmaymiz. Oxiratda u mas'uliyatni ado qilolmaganlar yetkazolmaydi, hisob tortishimiz mumkin.